Assalomu alaykum. Bugun bizga 4-kun muolaja uchun klinikimizga kelganlar va bizani klinikamiz haqida fikrlarini aytmoqchilar. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Nima muammolar bilan kelgan edingiz kani? Oyog'imda bijillash kuchligida lichinani oldim. 2 marta oldim. Bir oyda 2 marta lichina. Qanaqa lichina oldingiz? Ukol dorini? Ukol, shu og'riq qoldiruvchi, kuch anaqa qiladi-yu, kuchaytiradi-ku anaqani. O'zi organizm ta'sir qilmadi. Immunitet. O'shanaqa olgandim, bitta ham ta'sir qilmadi. Keyin ovsinim tavsiya qildilar sizni. Mana shu yerga boring deyishdilar. O'sha skelet anaqasi klinikasiga keldim. Demak, o'simizlar ham oldimizda muolaja olganlar. Yaxshi bo'lib ketdilar? Ancha yaxshilar, Xudoga shukr, Allohga shukr, yaxshi. Shifo bo'lsin. Men keldim oldingizga, ancha o'zgarishlar zo'r. Bijillashlar qoldi. Inshaalloh, mana bugun 4-kun ekan, ancha yaxshiman. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Qolgan bemorlarga ham tavsiya qilaman kelishligini. Inshaalloh mana dorisiz, ukolsiz lichina olsa bo'lar ekan-ku. Shuning juda xursandman, to'g'risida juda xursandman. Sizga manfaatli bo'lganimizdan biz ham juda ham xursandmiz. Shifoli bo'lsin. Ishlar rivojini bersin, charchamanglar sizlar ham. Rahmat kattakon. Hech qanday og'rimasin, lekin mabodo qahqa kelishi bilasiz. Bilaman, tavsiya ham qilaman agar. Bu kim baribir issiqjon bilmaysiz-ku, og'riydi. Shuning tavsiya qila olaman. Chunki o'zim boshimdan o'tdi, tavsiya qila olaman. Hech kim kasal bo'lmas. Boshdan o'tgan tabib deydi-ku. Shunaqa, boshdan o'tgan tabib bo'lsin. Sizga manfaatli bo'lganingizdan biz ham xursandmiz. Fikrlarni eshitdinglar, sizlarda ham shunga o'xshash og'riqlar, uvishlar qiynayotgan bo'lsa, bemalol skelet klinikamizga murojaat qilishingiz mumkin. Videoda ko'rsatilgan raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.